Cars and Drive'ga sotuvga 12simiz keldi. 2024-yil 32 ming probeg bosgan. Kraskasi top-toza, faqat mana shu yerda kichkina betonchasi bor ekan. Qolgan joyi absolyutni top-toza edi. 32 ming halol yurgan. O'zi egasi harbiy ekan, benzinda harakatlangan. Toshkent shahrida yurgan ekan faqat. Balon xalatlari yangi turibdi. 4 ta yangi balonlar qo'yilgan. Salon xalatlari chexol poliklar to'shalgan. Oldi ikkita abagrev bor ekan. Multirol, mexanikani ham eng full ekan. Antiradarlarni ham qo'shib beraman dedi. Orqa ko'rinishlari. Bagaj holatlari. Voyenniy mingan, taksi qilmagan, juda svejiy mashina ekan. Kimga kerak bo'lsa, egasi 11,5 ming deyapti, yana kelishtirib olsalaring bo'ladi.